Xo'p, sut tishlarni davolatish kerakmi yoki yo'q? Davolatish kerak. Bu haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Keling, bugun sizlar bilan bir dona sut tishining yo'qotilishi qanaqa asoratlarga olib kelishi haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, bizda bolamizda bitta sut tishi kasallandi. Karies bo'ldi va tushib ketdi. Yoki oldirib tashaldi qaysidir yirik kasallik tufayli. Endi bizda qanaqa muammolar kelib chiqadi? Birinchi o'rinda farzandi shu tomon bilan chaynashdan to'xtaydi. Ya'ni bu tomon tish yo'ligi uchun yeyish noqulay bo'ladi. Chap tomon bilan chaynashni boshlaydi. Chap tomon bilan chaynash bo'lganida bu tomondagi tishlarda ham kariesga uchrash ehtimoli juda ham ortib ketadi. Chap tomonni ko'p chaynash bu tomondagi muskullarni kuchli rivojlanishiga, o'ng tomondagi muskullarning esa nisbatan kuchsizroq rivojlanishiga sabab bo'ladi. Chap tomonda chaynash skelet tizimini, ya'ni suyakning yaxshi rivojlanishiga, o'ng tomondagi suyaklarda esa kamroq rivojlanishiga sabab bo'ladi va natijada yuzda asimetriya, ya'ni yuzda chap qismi o'ng qismiga o'xshamay qoladi. Va bu birinchi sabab bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi sababi tishlarda yetishmasligi og'iz bo'shlig'ida tovushni to'g'ri taqsimlanmasligiga sabab bo'ladi. Ya'ni bolaning talaffuzida muammolar kelib chiqa boshlaydi. Qaysidir harflarni talaffuz qilayotgan paytda havo tishlar orasida yetarlicha siqilib chiqmagani uchun bolada tovushni talaffuzga nisbatan xohish yo'qoladi. Ya'ni aytmay qo'yadi yoki noto'g'ri aytadi. Bu ikkinchi sabab bo'ladigan bo'lsa, uchinchi sababi doimiy tishlarda chiqish kechikadi. Ya'ni sut tishi chiqayotgan paytda, doimiy tish chiqayotgan paytda sut tishi bilan o'rtasida suyak bo'ladi. Doimiy tish chiqish natijasida sut tishining ildizi so'rilib borib, o'rtada suyakni yemirishadi hamda o'zini kerakli vaqtda chiqish kerak. Demak, erta tushib ketgan tish bu keyingi tishni chiqishi uchun chiqishini qiyinlashtiradi desak bo'laveradi. Natijada tishlar o'z vaqtida chiqmaydi, prikus buziladi. Ya'ni tishlov buziladi. Tishlov buzilish natijasida turli xil bo'r tishlar chiqishi mumkin yoki bo'lmasam xuddi shunday yuz asimetriyasi, noto'g'ri talaffuz, noto'g'ri chaynovda esa tishlarning joylashishi o'zgarib ketadi. Ya'ni zich bo'ladi. Zich tishlarni yuvilishi qiyin bo'ladi va natijada yuvilish qiyin bo'lgandan keyin tishlarning o'rtasida karieslar paydo bo'lishni boshlaydi. Va shunga o'xshagan asoratlar borgan sari tish yo'qotilishi hamda turli xil tishlarni qo'yilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun so'rab qolgan bo'lardim ota-onalardan farzandlaringni tishlari karies bo'lishi bilan doktorga olib borib, iloji boricha saqlab qolish kerak. Tishlarni o'sha yon tomondagi jag' tishlarni chiqish muddati doimiy tishlarga 11 yosh, qachon 10 yoshgacha saqlab qolish kerak. Old tishlarni 6-7 yoshgacha saqlab. Yana bir narsani ta'kidlagan bo'lardim, farzandlarimizni 6 yoshida orqa tomonda birinchi doimiy tishlari chiqadi. Bu tishlarni ko'pincha ota-onalar sut tishi deb adashtirishadi va e'tiborsiz qoldirishadi. Natijasida u tishda ham karieslar boshlanadi hamda yo'qotiladi. Bu 6-tish jag'imizdagi prikusni, suyaklarda o'sishda kulch vazifasini bajaradi. Agar bu tishni yo'qotadigan bo'lsak, qaytmas jarayonlar kelib chiqadi. Ya'ni deformatsiyalar, yuz simmetriyasining o'zgarishi, prikusning o'zgarishi, shunga o'xshagan juda ham ko'p og'ir asoratlarga olib keladi. Imkon qadar aytgan bo'lardim ota-onalarga bolalarni tibbiy ko'rikdan test o'tkazib turish kerak. Agar farzandingiz xususiy maktabga yoki xususiy bog'chaga boradigan bo'lsa, dam olish kunlari, juda bo'lmasa maktab ma'muriyati, bog'cha ma'muriyatlaridan iltimos qilsalaring, tibbiy ko'riklar tashkillashtiradigan bo'lsa, biz imkon qadar qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Tibbiy ko'rikda o'sha maktab, bog'cha ma'muriyati hamda ularning hududida o'tkazib berishga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz.